Biz ba'zimiz shu xomushlik kisi giribtar bo'lganlarni chiniqish zaliga berib chiniqishni buyurib turamiz. Newcastle ya'ni Yangi Qala degan komandaning mas'ulasi bo'lgan. Bu komanda burun bir bolkuchi var. Nurg'un, mening nurg'un do'stlarim bor. Ilani chumis bo'ladi, kim ganjum bo'lsa, kim chempion bo'lsa, shuning mas'ulasi bo'lib oladi. Bu tipizil aytgan bir xil sapasiz mas'ullar shunda bo'ladi. Sapasiz mas'ullar kim chempion bo'lsa, shuning mas'ulasi bo'ladi. Tam bir Barcelona, Madrid qaraganda bir qadar ustunroq. Ama men o'zim shaxsan Real Madrid Barcelonaning kuchli bo'lish balki nurg'unlarimizning unga bir xil qarshi chiqishimizni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Hammadan maqtash qarziydigan yer nima deganda, bizning korxonchilarimizmi, boylarimizmi, tantarbiyaga bir xilliqqa o'ziga ixtisos chiqarib, ularni qo'llab, bu asosda o'zining mahsulotlarini tashviq qilib, bir xil Assalomu alaykum Shinjang Tantarbiya ekranimizning barliq ishtirokchilari. Kainat so'rachaklik mas'uliyat shirkit alayini qo'llagan Shinjang Tantarbiya to'rimiz ishlagan Tantarbiya dunyosi tur programmamizning bu sonida davlatlik 2 darajalik psixik maslahatchisi, diyorimizning danglik psixologi Ali Qurbon muallim bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum Alika. Va alaykum assalom. Tantarbiya bilan chiniqishning psixik nuqsini deb aytganda qanday ahamiyati bor? Mushaq so'zlab bilamsiz. Hamda Freud nazariyasidagi shu human instinct degan narsa var. Yani insonning tug'ma inkosi degan. Tug'ma inkosi deganda bu tug'ma bo'ladigan energiyalar qilgan. Ana Freud menda qaragan desa, inson chiqili energiya tug'ma chiqib turdi degan. Birisi libido degan. Yani birisi jinsiy energiya, yana birisi shu desa kuch energiyada, aggression degan. Shunga bu ikki energiya besilgan vaqtda bu energiya o shakli o'zgargan, boshqa shaklga taraqqiy qilib, ruhiy kasalliklar paydo bo'ldi degan. Demek tantarbiyadan ibaret bu narsa odam badanidagi dal Freud nazariyasiga kuch energiyasini yaxshi bir joriy qildiradigan odamni bulduqlab chiqqan energiyani yaxshi joriy qildiradigan bir tur bu. Shunga tantarbiya faoliyatlarining, tantarbiya ishlarining qancha ko'p bo'lishi amaliyotda birisi odamning ruhiy kayfiyatini tanishib turdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan cho'tsa biz ba'zimiz shu xomushlik kisi giribtar bo'lganlarni chiniqish zaliga berib chiniqishni buyurib turamiz. Chunki odam chiniqqan vaqtda uning badanida nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Uning badanida masalan muskullardagi rusan deydigan moddalarning ajrab qo'yib bilish bilan odam badanida bir xil rohatlik shakllandi. Ruhiy sog'lomlik bilan jismoniy sog'lomlik bir-biridan beklam bog'lanib turadigan gap. Shunga ruh qancha kuchli bo'lsa, jon jismoniy quvvat shuncha kuchli bo'ldi. O'ziga bir xil ishni qoldi demakchi. Alika, siz qaysi tantarbiya turiga qiziqsiz? Men kurashni desam, men ko'rib olaman. Men gollik to'pdan tortib, muz to'p bor. Ashundan tortib, tennis to'p, basketbol, tik-tak to'p, bilyard, futbol, voleybolni ko'rib ketmayman. Şuna hemen değişiklik görürüm. Hem qaysini bilmem. Resmi ashlarda kim cho'lpon bo'ladi, dunyoda kim hozir eng oldin qator, shuni hemen bilib turaman. So'zda degan ma'loni qiziq ketmayapman. Ham bekrak ko'rdim uni hamda yanla mush futbol bilan tik-tak to'p. Ondan tennis, mush uchini bekrak yaxshi ko'raman. Siz futbol komandalari ichida qaysi komandani bekrak yaxshi ko'rasiz? Qaysi komandaning mastanisi? Mastans desang, men shu Angliya shu darajadan tashqari birlashmasining Yingchao deb qo'ydi-ku. Shuningdek, men Newcastle, ya'ni Yangi Qala degan komandaning mastanisi bo'lgan. Bu komanda burun bir bolkuchi vardı.
bir bol kichik topchivyapti-ku. Shunga bir ro'yiti mana shunda ta'sir qilib, mana shu Newcastledan mastansiya, hozir mastansiya, ammo endi yaqin qishki yilmayog'i natijamiz yaxshi emas. O'zimiz mana A darajaliklardan tushib ketdik hozir. Yengvanda o'ynatdi hozir ular. Unda olgandikan hamda ularni ko'rish fursatimiz yo'q. Chunki eng chavunlarni ko'rasan, qolganini ko'rolmaysan. Shunda o'zim xabarini o'qib qo'ymayman, ularning natijasi qarab qo'yman, ammo ko'rolmayman. Shu hozir ham yaxshi ko'radigan komandalarimdan Manchester Million deymiz-ku. Shuni yaxshi ko'raman, chunki burungi Manchester komandasining burungi Avo Turner, Ferguson mening o shansim bo'lgan. Shu tufayli men shu hozirgi Manchesterni, albatta Manchesterni yaxshi ko'rishimga Beckham, Bruno Fernandes deganlarni buni yaxshi ko'rishimga sabab bo'lib qolganda. Lekin qandaq bo'libmi shu ilgari siz shu Newcastle komandasidagi bir masalan England birlashmasini aytsak, Manchester birlashmasi deymiz, Manchester shahri deymiz, Chelsea deymiz, Liverpool deymiz, shunday dunyodagi an'anaviy kuchli komandalar England birlashmasida bor bo'lgan holatda qandaq bo'libmi shu Newcastledagi bir komanda masalan bo'lgan. Garchi hamda Newcastle komandasi England A darajalik futbol birlashmasidan vaqt to'pdi bir slayd bo'lsa-mu, lekin bayatni tilg'ab o'tgan komandalarga qaraganda ta'sir kuchi ancha yuqori emas, ham ularga amaliy kuch aytdimi yetilmaydi. Siz nima uchun ham shunday bir komanda masalan qolgan mushaqqatda bir so'zda bilamiz. Endi Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Bayern Munich bunday komandalarning mastans bo'lish o'ng'ay. Chunki ular yengdi. Ular yenganda shularning mastans yenganda his qiladi. Ammo bu bir mastana xos narsa emas. Mastan degan nima? Mastan deganimiz hargiz uning yengishdan o'zgarib qolmaydi. Har bir komandaning, xuddi har bir shirkatga o'xshash bir madaniyati bo'ldi. Bir liniyasi bo'ldi, bir qonuniyati, ashunday bir ruhiy shuari bo'ldi. Biz shunga asosan ondan maskagimiz tanlaymiz. Newcastle komandasining bir xil qimmat to'pchilarning ammaslik. Azam to'pchilar bilan maydonga chiqib, o'zlarining kuchli raqiblar bilan bir xil jang qilishdan iborat. Bir xil kuchli ro'yi bor Newcastle komandasining. Shunga bu komandaning madaniyati mushundaq Arsenalga o'xshab qoldi. Arsenalmi yaqinda texe Xavmin bo'lib chiqqandan yog'i andaq O'zil, Sanchez qatorliq dunyoviy cho'lponlarni setib bordi. Undan burun Arsenal qanday qildi? Yosh bolani tarbiyalab setib pul topadigan mandaq tipidagi komanda edi. Newcastle-mi Arsenalga o'xshash, mingshinglarni cho'lpon olmaydi. O'zi tarbiyalab menib o'z kuchi tayandigan bir. Shu buni ro'yiti meni shundaq bir o'ziga jalb qilgan. Uning ustiga bayatin dedim bol kuch topchini, undan boshqa Yichu Changming deydigan bir kino va bir to'p bilan nom chiqarish degan bir kinodimi? O'sha Newcastle komandasi ashnamda suratga olingan. Endi qarab baqsa bo'ldi, bir xil madaniyat meni jalb qilgan. Hozir yangamay qoldi. Unda bo'lsin biz ham umidvor turamiz. Shuni yangichini saqlaymiz. Hargiz u yangi qag'aliq uchunlar biz ulardan voz kechsak bo'lmaydi. Shunga mayli bir odamning yoki bir komandaning cho'lponida bo'lish tegishli eng aqalli psixikalik sapa nimasi sodiqlik. Mening nurg'un do'stlarim bor. Ilarning cho'mis bo'ladi, kim ganjim bo'lsa, kim chempion bo'lsa shuning mastans bo'lib oladi. Bu tipizilib aytgan bir xil sapasiz mastanlar shunda bo'ladi. Sapasiz mastanlar kim chempion bo'lsa shuning mastans bo'ladi. Ammo sapaliq bir mastanni so'lib aytganda uning birinchi bo'lish, ikkinchi bo'lish pek muhim emas. Eng muhim nimasi uning agishish, uning bilan birga cho'ng bo'lish. Uning bilan yengilgandagi mag'lubiyatlarni birga his qilish, g'alabasini tang his qilish. Bu menimcha bir sapaliq mastan bo'lish tegishli. Sapa deb qarayman.
Şu 90 yıldan keyin tug'ilgan yoshlarning ko'pinchisi hozirgi Ispaniya birlashmasidagi shu Real Madrid komandasi bilan Barcelona komandasining mastanasi desak bo'ladi. Bu ikki komandaga siz qanday qaraysiz? Mayli Real Madrid olsun, mayli Barcelona olsun, kuchli komandalar. Bunga qiziqishlik sabab Aştandaki çolpanlığı bekrek evaz qilish. Barcelona'daki Messi, Madrid'deki Cristiano Ronaldo qatarlıqlar balkim nurg'u yosh bolalarni o'zi jalb qilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda albatta bular gigani cho'lponlar. Hamda ma'lum obyektiv nuqtaga kirib aytganda Barcelona Madrid qaraganda bir qadar ustunroq. Ama men o'zim shaxsan Real Madridning yengmasin 2 top o'ynab qolsa, yangiska deb umidim bor. Bundash bir vaqtda Newcastle'ni hisoblashmaganda men Real Madrid tarafda turman. Shunda bo'lsa-mu, ammo Barcelonaning kuchli ekanligini nima bilaman. Hamda ba'zida odamda kuchli qilib ketganda bundan qarshi chiqadiganlar ham chiqadi. Shu Barcelonaning kuchli bo'lish balkim nurg'unlarimizni unga bir xil qarshi chiqishimizni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Shu yosh bolalar uchun aytganimda komandalarni nastamli bu bir xil turmush, bu bir xil turmushlik bir xil tam. Ota laza, zira, qarmush degandek. Odamning cho'qimi shunday bir xil hobi, ya'ni ay xavs bo'lish kerak deb qarayman bir qiziqishi. Shu yosh bolalarimizda shunday bir sodiqliklar bor. Bu bir qarshog'idek ish. Bizmi kelgusida Şinjan komandasının qanday bir kuchli bo'lishini, ular uchun chavoq madadlarni yog'dirishib turgan yaxshi natija erishishni orzu qilamiz. Albatta bu Real Madrid va Barcelona nisbatan bir jiroq tush bo'lsa-mu, ammo biz yana shu umidni qilamiz. Diyorimizningki hozirgi tantarbiya ishlarining taraqqiyoti qanday qaraysiz? Hamda hozir shaharlarda masalan futbol musobaqa o'tkaziladi. Çeliş musobaqa o'tkazdi. Hozir tantarbiyaga nisbatan qizg'inlik shunday yuqori. Ham shuni bir tilga ilish kerak, tilga ilish arziydigan yeri. Masalan, Atuşda bir har yil o'tkazadigan yizlarning birligi musobaqasi bor. Bu musobaqa o'tkazayotganligiga 5 yil bo'lib qoldi. Hozir buningga ko'radigan ko'rmanlarning sonimi necha mingga yetib ketadi. Burun yiz o'tkazdi. Hozir aş yizdiki baylar, şirketler pul çıkarıp başka yerden adam setip elip xuddi shu Yinchao yoki Shijao o'xsha adam setip elip komandani kuchlantirib saldigan bir xil holat keldi. Demak, ibtidoiy bir xil prototipi shakllandi-da klublarning. Bu har yil o'tkazildi Atuşda. Demak, shu taraqqiyotgan davlatlardagimi klublar mo'yndaq mahalliy komandasi bo'lib Adam pul çıkardıqanlıqı karxançılar zanju qilib komandalarni kuchlantirib de şekillengan. Hozir hammadan maqtash qarziydigan yer nima deganda bizning karxançılarımızmı, boylarimizmi tantarbiyaga bir xilliqi o'ziga hisob chiqarib, ularni qo'llab, bu asosda o'zining mahsulotlarini tashviq qilib, bir xil korxona, hukumat va xalq birlashgan shaklda bir xil sog'lom tantarbiya taraqqiy qilib o'tibdi. Bu bir xil nimasi biz maqtashga tegishlik, tilga tegishlik bir tarafi deb o'ylayman.